G'aznaviylar Maqsud Qoriyev kitobi o'rta asrlar Sharq tarixida muhim o'rin egallagan G'aznaviylar sulolasining siyosiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotini atroflicha yoritishga bag'ishlangan. Asarda sulolaning asoschisi Sabukbekning hokimiyat tepasiga kelishi, davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishi hamda G'azna markazli qudratli davlatga asos solishi batafsil bayon etiladi. Kitobda Mahmud G'aznaviy davrida davlat hududining kengayishi, Hindiston tomonga qilingan yurishlar, harbiy qudratning mustahkamlanishi va G'aznaviylar saltanatining mintaqadagi yetakchi siyosiy kuchga aylanish jarayonlari tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, davlat boshqaruvida qo'llaniladigan usullar, harbiy tuzilma, iqtisodiy hayot va savdo-sotiq masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Asarning muhim jihatlaridan biri G'aznaviylar davrida ilm-fan, adabiyot va madaniyatning yuksalishi haqida berilgan ma'lumotlar joy olgan. Saroyda yashab ijod qilgan olimlar, shoirlar va mutafakkirlar faoliyati, islom madaniyatining rivoji hamda turkiy va forsiy an'analar uyg'unligi keng yoritiladi. Kitobda G'aznaviylar davlatining tanazzulga yuz tutish sabablari, ichki nizolar va tashqi bosimlar ham tahlil qilinadi.